ikki motoblok ishchilari, 7-6 kishilik motobloklar uchun ishtalik chizib so'raganlarga maxsus tayyorlangan. Oldiga yuk vositasi temir balonlari qalinlari qo'yilgan, texnikaga moslangan temir balonlarimiz va chizilimizni ishlash jarayonlarini ko'rsatib beradi. Ko'ryapsizlar, o'zi ishlash o'ta qulay. Hattoki qo'yib yuborgan holatida ham motoblok o'zi sekin agar ichidan ketib boraveradi. Faqat buni qo'lda qarab yugurishga qilsangiz bo'ldi. Hozirgi holatda yerimiz sal nam bo'lganligi uchun sal harakatlanish qiyin bo'lyapti. Ko'rib turganlaringdek bu o'ta qulay. Ishlashga ham, agar ichida ishlashga ham o'ta qulay hisoblanadi. Bunga xuddi shu turdagi temir balon va chizimlar kerak bo'lsa, birinchi qo'ldan ekranda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin.